Payto qanday 160 ming beraman? Inson bormi? Men to'y qilgan payt go'sht 25 mingdan 50 ming beraman. Parvardacham. Ha, gapcha? Ana sunnat juram ularga sunnat to'y qilyapti-ki, hamma er xotin boryapti. Bizlar ham borishimiz kerak. Tez bu. Xo'p, faqat opamlar kelyapti. Ketdi, ikki oq sangama qilamiz, ketamiz. 15 minut. Tog'inglar qanday dimoqlarimiz saqla? Vaqti tushunib bo'lmayapti. Opanglar nima deyapti? So'rashyapti. Hech narsaga urinmanglar, 15 minutda ketamiz. Osh qilsalarim bo'ldi, deyapti. 15 minutda osh pishiraveralasanmi? 15 minutda ketamiz deganiga 8 soat bo'ldi. To'y deyapti, tag olib ketdi. Opa-singillar gaplashguncha quyosh botmay turadi dedi. Quyoshim 8 marta botdi. Bit jag'i tiymiymi bulardi? Ye, ko'zdan bir deyapsizmi? Ye, onalarini emsin, bir deyishmayapti-ku, ko'pkari bo'lyapti. Ye, menida 3 tasi piqillab jilab yotdi. Menida 2 tasi irshanib kulib o'tiribdi. Chuchchilar chempionati bo'lyapti, deyman. Voy moshina, nimani gaplashyapsizlar buncha? Katta opam o'g'li kasal bo'lgan ekan, keskin osh ichiribdi. 4-chi opamni siri tug'ibdi, kichkina opamni o'zi payasi gap qopdi. Ya shuncha gapni qanday ajratib olyapsizlar? Bir deyishmayapti-ku. Mayli, yaxshi boringlar. Opamlar xafa bo'lib ketdi. Yaxshi hangama qila olmadik, gaplasholmadik-da. Nima? Gaplashilmadik. Chiribdan davlini ham chiqarib yubordilar-ku. Gaplashmaganlar shu bo'lsa gaplashsalar, jurtimiz bor ekansizlar-da. Boshqa ursa bironga nima qilib oldim. Bidillar, bodilar.